xatnaga olib kelishganda juda ham ko'p ota-onalar bir xil savol berishadi. Mani bolam yig'laydi. Shuni men 3 ta toifa boladan aytaman. Постоянно yig'laydigan bolalar shu tajribadan kelib chiqqan holda. Birinchi toifada aytamizki, bolaning xarakteri. Ota-ona so'raganda sraz aytaman, mana ko'ryapsiz, oddiy holatda bola yig'lab turibdi yoki ochtirmayapti, ko'rsatmayapti. Buni xarakter deymiz. Yig'loqi, prostakka yig'lab yoki erkaktoyroq bo'lib, injilangan bolalarda yig'lab kirib chiqishi tabiiy hol. Ikkinchisi, tug'ma nuqsoni bor bolalar. Bular ko'pincha o'zligini endi qo'pol bo'lsa aytish kerakki, anglab yetolmagani uchun yoki qanaqadir ham tug'ma kasallik, ortilgan kasallik bo'lib, постоянно og'ruvda yurgani uchun, har xil preparatlarda bo'lgani uchun ko'pincha u bolalar prostakka yig'layveradi. Xatna jarayoni ham chiqqandan keyin ham uni ota-onasini o'zligi ham tushunishadi. Uchinchisi, eng muhimi, bolalar bundan oldin xatnaga kelishdan oldin qanaqadir doktorga borishgan, misol uchun tomog'ini chaydirganmi yoki ukol olishgan, kapelnitsa olishgan, shunga o'xshab yoki tishini oldirishgan, tomog'ini va shunga o'xshash holatlarda bolalarda o'sha miyasida og'riq shakllanib bo'lgan. Bo'ldi, men hozir keldimmi, nimadir ukol qiladi yoki bolaydi, hozir qonaydi. Shunaqa holatlarda aytamizki, 3 ta toifa bolalar yig'lab berishi 99%. Qolgan turdagi bolalarda agar o'zi tushunadigan bo'lsa, gaplashib tushuntirib, gapga ko'nadigan bo'lsa, doktordan qo'rqmaydigan bo'lsa, hech qanaqangi nuqsonlar bo'lmaydigan bo'lsa, xudo xolasa xatnasini videoda ko'rgandagi o'ynatib, kuldirib olib kirib chiqamiz. Bu narsa o'zi bizga bog'liq emas. Biz harakat qilamiz, og'ritmasdan qilishga.